Assalomu alaykum bizning YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun gaplashib o'tiribmizda loyihamiz 12-soni va bugun bizda ilk bor ayol mehmon Sarvinoz Ibragimova, teacher Sarvin. Bugun podkastimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz va nihoyat men faqat haligi ko'proq erkaklar bilan anaqa chapana suhbat bo'layotgandi. Bu safar siz ham taklif qildi, yo'q demagan uchun katta rahmat. Men xarakterimni bilasiz. Xo'p, savollar bo'ldi. Birinchi podkastga chaqirganimizda hayolingizdan nima o'tdi? Birinchi savol ketdik boshlaymiz. Ulguramanmikan? Vaqtim yetamikan dedim. Birinchisi отказ bo'lib ketdi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra imtihonlar bilan bo'lib shu qanaqa bo'lar ekan, nimaga aynan nomi gaplashib o'tiribmizda bo'lar ekan. Anjon Shevada menimcha birinchi YouTube kanal bo'ldi. Gaplashib o'tiribmizda. Gaplashib o'tiribmizda. Siz 12-sonimizni 12-mehmonimizsiz. Shu chaqirgan qaysi birimizga ulgurman o'zi o'qishgami yo menga bizni ko'rsatuvimizgami? Вообще planda yo'q ish bo'lib ketdi-da. Bu yoqqa ham o'zi ulgib keladi nima yoqqa. Keyin vizit bo'lib qoldi-da, shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Tezda keling deydi. O'ziga tushuntirdim vaziyatni. Bizda kuzatuvchilar shunaqa lirik mehmonlar ham bo'ladi. Sababi biz so'rovnoma qo'yganimizda blogerlar, xonandalar va biznes egalari bilan, lekin bizda teacherlar ham endi keladi. Sizlarga manfaatli bo'lgan degan maqsadda ustozimiz ingliz tili fanida necha yildan beri faoliyat ko'rsatyapsiz? 8 yil bo'ladi. Oho, 8 yildan beri ingliz tilida. Demak, savollar juda ko'p unda. Bemalol gaplashib o'tiramiz. Gaplashib o'tiribmiz-da. Mana shu sonimiz mana. Hech kim kelmagan mehmonlar shunaqa shevada gapirib bermadi. G'alati bo'lar ekan eshitadi. Xo'p, o'quvchilaringiz bor. 8 yildan beri qandaydir eng yuqori darajaga yetishgan o'quvchilaringiz haqida gapirib bering. Eng yuqori texnikumdan boshlasam nima deysiz? Yillar davomida ham o'ziga ham yaxshi bo'ladi. Xo'p, Talented Academy'ga asos soldim. Sentabr oxirida bolalarni o'qitishni boshladim. Bolalarning ko'pi yarmida chiqib ketdi. Bosimga chidolmasdan ulardan 10 ta bola qolgan. Hozirda ulardan 10 tasini ham B2 sertifikati bor. Aytib o'tib ketay, bularning leveli terma komanda bo'lgan va bittasi elementary oxiri, bittasi pre, bittasi inter, bittasi upper bo'lgan. Lekin deyarli hammasi B2 oldi. Oxirgi deadline bizda fevralda topshirishdi. Hozir martga ham ko'p qo'yganlar bor. Demak, oktyabr, noyabr. Bir oy o'qib turib bitta o'quvchim topshirdi, u ham B2 oldi, 3 oy o'qigani ham B2 oldi. Oxirgisi shu dekabrda tugatganman kurslarni. Oxirgi kurs dekabrda tugagan, ular ham olishdi. Endi eng katta olgan yutug'im bu yaqinda shunaqa hodisa bo'lgan. Hali eslayman-da buni. O'quvchim bilan bo'lgan. Bitta bolam bor edi, Isfandiyorda. U o'sha o'quv markazida dars beradi. Shunaqa battarim bor edi, shunaqa yomon bor edi. Ayas men aytganimni qilmayapti. Siz aytganingizni qiladi-da bu, derdi. Darslar qilgan vaqtida. Shu taqdir taqozosi bilan IELTS topshirgan, 7,5 chiqqan, safari C1 chiqqan. Ustoz men bo'ldi, o'qimayman, men Dubayga ketaman degan. Hozir Lamborghini'da menejer bo'lib ishlayapti. O'qimas, diplomsiz ham IELTS o'zidan shunaqa pul topsa bo'ladi. Ayasi telefon qilyapti-da, yaqinda kelganda. Rahmat, umringizdan baraka toping, bo'ychib yurardimasam bu ko'chada dedi. Menimcha eng hali ajoyib vaziyat bo'ladi. Ta'riflab bera olmaysiz bunday vaziyatni. Ona telefon qilib rahmat degani bo'laman. O'quvchingiz onasi. O'quvchim onasi telefon qilgan. 0 bir bola, yoshi nima desam bo'ladi? Bir 9-sinf o'quvchisi 0, ingliz tilini uncha tushunmaydi. Shunaqa tezkor tayyorlov bo'lsa, qanchada bir sertifikat olsa bo'ladi yo siz qanchada olib bera olasiz ularga? Avvalo Xudodan so'rasin. O'qiydi, lekin o'qiydimi? O'qiydi. Avvalo Xudodan so'rasin, lekin intensiv kurslarda hozir hech kimga tavsiya qilmayman. Tavsiya qilaman. Test kurslarni? Tavsiya qilaman. Qachonki uni darajasi inter bo'lsa, intensiv o'qisa, puli ham oldiga qoladi. Hozir men misol uchun reklama berib turib 5 oyda, 3 oyda IELTSdan bitta oling deb borsa bo'ladi, lekin yolg'on bo'lib qoladi. Mashhur o'quv markazlar bor, bilasiz, Cambridge bor, International bor. Ular ham lekin reklamasini bir ko'ring, aytadi. Intensiv kurslar 2 oyda endi International deb turib, bo'lmasam sizni joyingiz emas deb qo'yadi. Demak, intensiv kursni qanaqa o'quvchiga qay yo'sinda berish o'qituvchiga ham bog'liq. Yo'naltirish. Agarda 0 dan bo'lsa, ketmadi deganda 1 yil 2 oy vaqt ketadi.
1 yil u 2 oy vaqt ichida qandaydir zo'r natijaga erishadi. Zo'r natijaga erishadi. 0 dan chiqqanda уже 6 oyda sal bo'lsa ham gapirishni, tushunishni boshlaydi. Endi misol uchun o'tiribdi, beginner darajada ham chiqqanlar so'rasangiz bo'ladi. Qanaqa bo'ldi deb turib. Hozirda hali o'zingiz o'quv kurslarida, qandaydir bir markazlarda, o'quv markazlarida dars bermaysiz, faqat o'zimizda, texnikumda. Hozir faqat texnikumda beraman. To'g'ri, lekin biznes asoschilari bor, MDNMG bor, bilasiz. Nima? Reklama bo'lyapti, Ya, bilaman. 24 da oshda. O'tirib maydapan bog'layapsiz, opa deb qo'yasiz. Keykmi? Opa bo'lsa, ha, bilaman. Shu yerda ekegan o'sha Cola'ning menejeri bor, Coca-Cola'ni maxsus bizneschilar asoschilariga dars beraman xolos xullas. Siz ashirga borib dars o'tib kelasizmi? Ashirga borib o'taman. Ashirga dars o'tib kelasiz. Xo'p, o'quvchilaringiz bilan bo'ladigan bir dars paytidami qandaydir joyda bir kulgili holatlar bo'ladimi? Bir eslaylik ashlarni. Dars o'tayotgan paytingizda eng ko'p kulgili qanday bir holatlar bo'lib turadi? O'zi bilan bo'lgani, blogerligingizni bilmasdan so'kib qo'yganman. Boshidan? Ha, boshidan. Yaxshi bo'lgan. Aytaylik, praktik qilyapmiz. Biz yomon ekanmiz. Meni o'zingizdan shu. Xullas kirganda birinchi kun o'tganimizda dars haligi ertasiga biz u payt umuman dars qilmadik-da, uyda tushunmayman. Hozir ham mana so'mcham turibdi, bo'ldi. Borib dars qilmaymizda qilmadik. Ikkinchisida qilgansiz, kechirib qo'yasiz. Keyin uchinchisida qilganmiz. Ikkinchisida kelganimizda vobshe to'kib yuborganda ustoz hammamizni to'xta deganmiz, hammamizni qiraylik deganmiz. Uyda aniq bilaman. Asha transletlardan, ChatGPTlardan so'rab borib yozib kelganmiz, siz boshqa grupga chiqib ketgansiz. Mana qilib o'tib ketgan. Shunaqa holatlar. Qaytarolmagansiz keyin. Qaytarolmagan. Shunaqa. Aytaylik, chiqardim, listening section. Chiqarib turib, endi 20 ta bola o'tiribdi-da. Tarqatdim hammasiga. Tarqatib turib, o'zim kamuflaganman, bilmayman. So'kib yuborishimdan qo'rqishgan. Bo'ldi, qilinglar listening deganman. Boshqa ham tirik ketganda u yoqda. Listami? Listda aytaylik, bu yoqda social media haqida listening berganman. U yoqda famous person haqida, mashhur inson haqida ketib qolganda, hali xatoligini ham aytolmasdan indamay o'tirishdi-da. Keyin nima bo'ldi, ishlamadinglarmi deganman. Deganda ustoz, o'sha listening tugab bo'ldi-da. Bir pala dars tugadi. Ustoz degansan, sal boshqasini qo'yib yubordi shekilli, topolmadim, to'g'ri javob degan. Bittasi chiqdi, keyin ikkinchisi sen ham topolmadingmi? Ustoz o'zi noto'g'ri listening qo'yibsiz deydi-da. O'quvchilar. Keyin 4-para qilib o'tirganman shu kun. Ustoz turing, uxlamang, qanalingiz beryapti. Lekin ular birov o'quvchi ular deyolmaydi biz ustozimizga. O'qadi hamma yomon ustoz, yomon bag'achar qilarasiz ash paytda. Hozir ham. Siz kirmayapsiz, 3-4 ustoz almashtir deyapsan. Bo'pti, o'zim keyin gaplashamiz hozir bular to'g'risida. Xo'p. Sayohatga boshqa davlatga hech chiqqanmisiz? Sayohatga boshqa davlatga chiqmaganman. Grant yutganimda ham ruxsat berishmagan. Grant yutgansiz qaysi davlatga? Garvard universitetiga 1 oylik grant yutganman. U paytda litseyda 1-kurs edim, adashmasam. Keyin yo'q, qiz bolani bitta o'zim jo'natmaymiz ishga. Lekin oilamdagilar hammasi shu chetma-chet yuradi, Dubay, Saudiya, shunaqa. Xo'p, hozir asha ruxsatni bersa, qaysi davlatga sayohat qilgan bo'lardingiz? Chet eldan. Chet eldan endi, lekin sal katta bo'lib fikrim o'zgargan omadli, to'g'riroq. Chet davlatga sayohat qilishda o'rniga planimda birinchi O'zbekistonda ish turibdi. Misol uchun, hozir birinchi planimiz Samarqand, Buxoro, Jizzax bo'lib turibdi. Siz Samarqand, Buxoro viloyatlariga sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, Asaka turizm sayyohlik agentligidan foydalansangiz bo'ladi. Biz bosh qolmaymiz. Ha, davom eting. Ichki turizm, chunki babi chetga chiqqan ko'p o'quvchilarim aytganda, ustoz dedi, biz o'zimizni millat qadrini endi bildik dedi. Ko'p chetda-da, hali IELTS oladi, ishlagani ketadi, pulga qiziqib ketadi. Keyin nima deyapsiz desam, agar aqlim bo'lganda Imom Buxoriyda, Beruniyda, Farobiylar yashagan joylarni borib ko'rib keyin kelardim. Nimaga? Bu yoqda gid xizmatiga ham ekan, qancha tarixiy narsa bilsangiz, shuncha qadr osharkan. O'zingiz yurtingizni bilsangiz, o'zingizni yurtidan misol uchun savol berganda, qaysi esimda yo'q aniq, hadisdan bergan. Menimcha shu Beruniy bo'ladi endi. Bergandan keyin aytibdi-da, "Yo'q, bilmayman" degan ekan. Undan keyin ustoz nomuslarga o'rib ketdim deganda. Shu mas sayohatimizda bordikda, keyin bitta tarixni zo'r biladigan bitta biz bilan borgan aka ham bor. Endi sayoh bo'lib borgan biz bilan. Bordikda 7-pirga kirdik. Yaxshi, eng oxirgi 7-pirga kirganimizda chet eldan
Turkmanistonmi, Turkiyami, qaysidir davlatdan sayohatchilar ashida bo'lgan. Keyin u yerda o'tirgan shu imomga savol berganda, sen o'zbek bo'lib turib, mana shuni bilishmaysan. Biz u chet ellardan shuni o'rgangani kelganmiz" dedi. O'zimiz ham tugadi-da. Ha, uyalib qoldi-da. U to'g'ri, aten nima qildi? Haqiqatan so'ragan qildi. Sen o'zbekistonlik bo'lib turib shuni bilmaysanmi? Biz shu narsalarni bilib, ya'ni o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rgani shu davlatlardan keldik degan. Chetga qayerga chiqmoqchi bo'lgansiz bo'pti oldin, hozir chiqmayman desangiz ham. London. Faqat shu London. Prosta nimaga unaqa bo'lgan? O'zim o'qituvchim bor, Sarvarbek Xurulbayev, ham o'ta katta biznesmen. Hamma kompaniyalarni qo'pol qilib aytganda, endi men chiroyli tilda hozir gapira olmayman. Andijonda Asakada hamma ingliz tilini o'rganib, IELTS'mi 7 bo'lsin, 8 bo'lsin bo'ladigan oxirgi joy shu akani oldida. Shu aka qiziqish uyg'otgan, qanaqadir madaniyatiga, boshqa narsasiga o'zimni tutishi ham xuddi shu London atmosferasini bergan. Akaga uni tarixini o'rgansangiz ham har qancha arziydigan joy deb hisoblayman. Demak, siz ham Londonni tarixini o'rganmoqchi bo'lib, Londonga bormoqchi bo'lsangiz, Florida Travel'dan borishingiz mumkin. Narxlar arzon, paketlar zo'r, hamma sharoit ichida akalarimiz o'zi jo'natib berishadi. Gaplashib o'tirib bizda reklamada. Bizda reklamada shunaqa bilintirimda ketadi. Murojaat shuni pastga nomerlar qo'yib qo'yapsiz, afsona deb o'rsanglar. Reklama bo'lsa. Xo'p. Shu haligi xonada bo'ladigan qiziq narsalarni eshitdik. Ko'proq o'zingiz charchaganda bo'ladi-da, to'g'rimi shu? O'zim charchaganda bir narsa esimga kelib ketdi-da. Yaqinda hokim tashrifi bo'ldi, bilsa. Bizni kirgizib. Endi meni gruppamga o'g'lim katta bo'lsa, Pearsonga beraman, aytib qo'yay. Qadrli texnikumda eng qadrli gruppa bu Pearson. Qolganlari qolganlari ham qadrli. Endi o'zingizlar ingliz tili o'qimagansizlar-da. Biz kirib ketardik u imtihonlardan, biz bilmaganmiz ham Pearson nima. Ay, bu o'zingizlarda mana. Biz to'g'ri kelganmiz, qaysi bo'sh elektromobil. Bo'ldi, yozing deganmiz-da biz ham. Pearson nima u? Eng qadrlisi Pearson. Sizlar ham misol uchun texnikumlarga farzandingizlar topshirayotgan bo'lsanglar, surishtirib topshiringlar. Aldanib qolmanglar. Gapiring. Yaqinda hokim tashrifi bo'ldi. Bilmadim, 2 kun o'zim ham muammolar bo'ladi-yu, hamon uxlamadim. Kechqurun ham kurs o'tib chiqdimda, keyin jim o'tirib turinglar, narigi xonaga borib, nimanidir so'rab kelaman dedim. Xayolda xonadan chiqdim-da men. Xonani ichida turib eshik taqqillatyapti. Hozirgacha chiqib keldim. Bo'pti, yaxshi boringlar bolalar desam, o'quvchim bo'pti, ustoz deb turib, eshik ichkaridan taqillatib chiqib ketyapti-da. Bo'pti-da, stressda ishlaymiz. Biz bittamiz, ular 32 ta. Sizlarda misol haligi taqqoslaganda bir kun to'xtamay g'ish qo'ygan odam bilan sizlarning farqinglar qanaqa bo'ladi? Biri qila menimcha 2x ko'proq ingliz tililarga yana yo'q, vijdonan ishlaydigan o'qituvchi bor. Shu yerda bir qator aytib ketay. O'qituvchi avvalo o'zini vijdoniga havolada. Har bir kasbda egasiz. Kasbingizni sevsiz, to'g'ri charchamaysiz degan narsalar bor. Oldin charchamas edim. Уже 8 yil bo'ldi, lekin hozir charchab qolyapman nimagadir. Orada o'qituvchiga damam kerak ekan. Uzluksiz ishlash nerv sistemalarining yemirilishiga olib kelar ekan. Ba'zi o'qituvchilar bor, kritika qilishmas, yomonlash qilishmas, prosta kiradi-da darsga, endi o'zingizlar ham o'quvchisizlar. Doskaga yozadi, o'tir, ko'r, bo'ldi, chiqib ket. Sen menga tegma, men senga tegmay. Unaqa bo'lish kerak emas-da. Agarda har bir o'qituvchi vijdonan dars o'tganida, qiyos qilib aytyapman, O'zbekistonda ingliz tilini bilmagan odam qolmasdi-da. Xo'p, shu gapingizga. Vaqtlar o'tyapti, yillar o'tyapti. Hozir mana ingliz tili eng kerakli fanlar qatorida O'zbekistonda o'tilyapti. Rus tili bilan birgalikda necha yillardir keyin, yana ancha yillar o'tgandan keyin ham ingliz tili O'zbekistonimizda bir asosiy fanlardan biri bo'lib qoladi. Mana shunda ham nima deb o'ylaysiz? Mening tushuncham yo'q. Chunki o'zi ingliz tilini bilar ekan desa, voy degan narsa bo'lmadi. Bizning paytimizda shunaqa edi. Birinchi kursligimda bitta gruppada 27 ta bola o'qiganmiz. 27 ta boladan 7 tamiz ingliz tilini bilardik. Unda ham beginner level chalar, kichkina. Jichi beginner levelda bilsa, уже bunga ko'tarilgan shunaqalar bo'lardi. O'sha paytda ingliz tilini bilibdi desa, voy bo'lardi. Hozir lekin mana bitta kirsangiz, qayerdan kursga boryapsan? Nimaga kursga boryapsan? Ingliz tili. Ha, bo'pti, ingliz tili o'qiyapti ekanda. Ha, bo'pti, ingliz tili o'qiyapti ekanda. Hozir kim qadr tushib ketmadi, уже odamlar moslandi dunyo ta'lim standartlariga. Chunki bilyapti, IT o'qish kerak, elektromobillar chiqib ketdi, elektromobil tuzatish uchun ham ingliz tilini bilish kerak deyapti. Odamlar moslashdi. Demoqchiman, endi agar ommalashsa, yapon tili bilan xitoy tili.
ikkita statistikam turibdi. Chunki yapon tili o'rganuvchilar soni hozirgi kunda 3 yil avvalgi o'rganuvchi ingliz tili soniga teng bo'lib qoldi. Yapon tili, lekin yapon tilini o'qish hammaga ham emas. O'zim ham yagona tashab ketgan narsam o'rganmasam yapon tili bo'lgan. Xo'p, sizga dars o'tasiz, katta yuqori sinflarga ham, kichkina sinflarga dars o'tganmiz, bilmayman, lekin siz uchun yuqori sinflarga dars o'tish qulayroq, bir qanaqadir bir gashti bor yoki kichkina sinflarga o'tish qandaydir osonroqmi? Qaysi biri bir ma'qul tushadi, katta sinflar yoki kichkinalar? Zo'r savol bo'ldi. Endi hamma narsani tosh tarozisi bor. Misol uchun, agar katta sinflarda siz faqat qo'qitib dars o'tishingiz mumkin. Kichkinalar bo'lsa, faqat qo'qitib dars o'tish o'zi kirib qoladi gapingizga-da. Lekin Finlandiya ta'lim tizimini tanlayman. Misol uchun, sizlar faqat darsda ko'rgansizlar, meni kursda ko'rmagansizlar, kursda ko'rganlar biladi. O'yin orqali yaxshi, qiziqtirib tushuntirishga harakat qilaman. Bir gap bilan aytganda, lekin 1-2 sinflarga boshlang'ich ta'lim o'ta qiyin narsa. 1-2 sinfda ingliz tili kiradimi? Kiradi. Kiradimi 1-2 sinfda? Biz paytlarda Kids English, aynan sizlarning paytinglardan boshlangan kirish. Kids English kitoblari chiqqan. Chunki o'sha paytda ayam darsni o'tib yurganman, noqonuniy deb. Ayzam ingliz tili o'qiysiz. Ayam ingliz tili o'qitdi. Siz o'zi kim hali majbur qilgan yoki o'zingizda bo'ling, men qaysidir bir o'zingizga o'zingiz bergan, hali gaplashib o'tirgan bo'ladi odam, hali anaqada stressda kim menga biringa hali aytgan-siz, uyimdagilar majbur qilgan, lekin men kim bo'lmoqchi bo'lganman dedingiz? Men advokat bo'lmoqchi bo'lganman. Advokat bo'lgan. Lekin ingliz o'qiganman. Tarixda 2 yil tarix o'qiganman. Birinchi kursda, ikkinchi kursda faqat tarix o'qiganman. Tarixdan kursga borganman. Shu paytda aytib ketdi, ingliz tilida umuman kursga bormaganman. Umuman bormaganman. Borganman, 3 oy borganman xolos unda ham. 3 oy borganman, shu Toshkentga borganman, keyin Sarvar akaga borganman xolos, shu Qurulbayevga. Boshqa joyga bormaganman, chunki o'zi uyda ingliz tilida, ayam ingliz tili o'qituvchisi, uyda ham inglizcha, muhit paydo bo'lib bo'lgan. Nimaga u anaqa bo'lmas, advokatlikka hozir mana sud qilib yurardingiz. Odamlarni qutqarib yurardingiz. Hozir ham sud qilaman, nimaga aytsa qilaman. Siz hozir anaqada niyat boshqalik u anaqaga ketib qoldi. Hozir o'qishda sud qilib yuribsiz. Nimaga haligi o'zingiz qattiq turib olmaganmisiz? Yo'q, men advokat bo'laman deb. Yo'q, keyinchalik o'zingiz ham fikringiz o'zgarib qolganmi? Yo'q, endi qo'pol o'xshatish bor, baribir genetika degan narsa bor. To'g'ri, oilamdan o'zi aytmoqchi edim hozir, uyalatomda. Hali ayizdan o'tgan bo'lsa kerak demoqchiman. Xuddi shunaqa, endi oilamdan aytaylik, podpolkovnik chiqqan, ichki ishlar xodimi chiqqan, u opog'im bo'lgan. Opodam bo'lgan, Ibragimov Xatanbek. Shu opog'imni dars qilib o'tirgan, huquq kitoblarini o'tirganini ko'rardim-da, oldiga kirib o'tir. Hozir ham uyimda turadi-da, borsiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini 99-yildan boshlab o'zgarganlari bor. Kodeks kitoblarigacha, yuksak ma'naviyat yengilmas kuch asarlari ham turadi-da. Kodeks kitoblarini o'qimaganman, lekin yuksak ma'naviyat yengilmas kuch kitobini polni o'qib chiqqanman. U ham qanaqadir qonunga taalluqli joylari bor-da. Balki opog'imni qanaqadir xarakteri sabab bo'lgandi, qiziqib turib shunaqa bo'laman, chunki hammaga gap o'tardi-da. Gap o'tmagan inson yo'q. Shuning uchun manaqa bir sen gap yetarkan degan bo'lgandir. Hozir bermoqchi bo'lgan savolim imminda ingliz tilida emas, balki boshqa fanlarda ham. Hozirgi kunda bolalarda, yoshlarda, o'quvchilarda siz o'qitayotgan o'quvchilaringizni ba'zilarini nimaga qiziqish kamayib ketdi deb o'ylaysiz o'qishga? Endi o'zim yaqinda analiz qilib keldim. Xuddi shu narsani u productivity, ya'ni samaradorlikni oshirish uchun bola vaqt sarflash kerak-da biron narsaga. Qiziqmasa ham o'zini majbur qilsa, majburlik keyinchalik qiziqishga aylanib keladi-da. Buni ko'pchilikka aytaman. O'ta ham erkinlik ko'p bo'lib ketdi hozirgi yoshlarga. Misol uchun biz kitob tutardik-da, Omadbek. Telefon ishlatmaganman, xohishoni, ikkinchi kursgacha universitetga kirganman, keyin telefon berishgan. Kitob tutib o'tirardik, kutubxonaga borardik, uyimizdagi ishni ham qilardik, kitob ham o'qib deyishardi-da. Hozirgilar bo'ldi. Google tog'amdan so'rab ko'raman yoki ChatGPT ga yozib ko'raman, bo'ldi. Demoqchiman, yaqinda shu gapni bitta talabamga aytdim. Dunyodagi har bir narsa inson uchun osonlashtirilgani evaziga inson dangasa bo'lib ketyapti. Misol uchun, kir mashina yo'ligida ham, to'g'rida ham kirib yurdim-da. Kir yuvib vaqtim bo'lmayapti derdim. Hozir kir mashina ham bor-da. Hisoblayman, bo'ldi, o'zi quritib chiqarib beradi. Hozir ham vaqtim yetmayapti-da, demayapti o'zimda-da. Hali eshikda yuki azalsa, shunaqa-yu, shunaqa bo'ladi.
Demak, haligi qanchalik bir o'zingizga yengillik bo'lgani sari shunchalik o'zi qanchalik menga yengillik bo'lsa, shu menga shunchalik og'ir keladi. Shu taktika xolos. Siz Instagramda aktivsiz, faolsiz. Kechirdi, Instagramlarimda qoldirib ketyapmiz. O'tsanglar, juda ham bir ingliz tiliga qiziquvchilar uchun har xil, endi men tushunmayman bu narsalar, ko'rsanglar zo'r videolar chiqaradi. Bu narsaga ota-onangiz qarshi bo'lmaganmi? Boshlashingizga? Bo'lgan. Lekin baba taqdir taqozosi. Men o'zim ham juda ham yaxshi bo'g'oy ko'rgizaman demayman. Unga o'zimni nima sovetim ham ovozam bermayman u narsaga. Prosta yaqinda bitta o'quvchim, o'sha Isfandiyor degan bolam aytdi. Kelgandan keyin, opa, Dubayda ham ko'radi-yu sizni bolalar. Nabrot zo'r narsalar o'rgatish, bo'lmasa istoriya qo'yib turing degan. Birinchisida unashmagan. Zakritida akkauntim keyin dadamga sekin tushuntirganman. Dadam, "Bo'pti, xo'p" degan. Nima ish qilmayapsiz-ku, ilm beryapsiz-ku, reklama emassiz-da qizim, bo'pti, xo'p degan. Shundan keyin rozi bo'lib ketishgan. Oxirgi paytda sal to'xtab qolishlar bo'lyapti. Sababi nima? Asha ko'p o'qitayotgani uchun, bu yoqda faol bo'layotgani uchunmi maktablarda o'qishlarda? Maktablarda ekan biznesmenlar bilan shu suhbatlarda yaqin bo'lganimiz uchunmi, bilmadim, o'zimda ham bilindi. Lekin ko'rsangiz, aytaylik, haqiqatda time managementda yomon ekan mana. Masalliy javob topdim. Kutilmagan, men plan qilgan narsalardan kutilmagan narsa berilsa, misol uchun, o'sha kutilmagan narsani zaruriyatiga qarab turib yo'l bosaman-da. Shunaqa, mobilograflarim o'rtada og'rib qoldi. Shunaqa narsalar bo'lib qoldi. Bechoralar. Tushunamaysizlar-da ham. Ha, ularga qiyinmi men bilan ishlash? Qiyin, haqiqatan qiyin. Ayniqsa siz bilan qiyin. O'zlari ham hamma oson deb o'ylaydi. Rostdan ham ularga video oluvchi, montaj qiluvchilarga eng qiyini shu. Videoni yozib olishdi, mana hozir ikkalamiz gapirib o'tirishni bilamiz. Balki 20 minut, balki 15 minut bo'ladi. Lekin ular asha 20 minutni necha marta ko'rib chiqadi, bilasizmi? Mana narsani to'g'laguncha. Ularga ham ular bilan ishimiz yo'q, bizga nima gaplashib o'tiribmiz-da. Xo'p, sizdan ham bitta va'da olaman. Nima topsam endi topdim mana. Xo'p, oradan vaqt o'tadi, yil o'tadi, siz ham yoshingiz anaqa bo'lib, katta bo'lib qaraysiz. Qaraysiz deymi? Yo'q, hali yana ham malakangiz o'xshadi. Yo'q, mana o'quvchi chiqarib yana ham haligi malakangiz hozir kelsa yaqinda yana ham oshirasiz. Xudo xohlasa farzandim beraman, o'g'lim bo'ladi, atilaman, ismini bilmayman. Ismini men qo'yib beraman. Yo'q, ayli solib berasiz. Siz o'zingiz o'qitib berasiz. Agar bo'ladi shu paytda. Alloh umrimizni bersa, dollarni kursiga qarab bo'ladi. Voy, o'qib, men sizga tilayapman. O'quv markazlari oching ungacha, zo'r. Hazırlash. Qo'lingizda odamlar ishlasin. Shu paytda hali shogirdlaringizga emas, siz o'zingiz o'qitib bitta ayli soldirib berasiz. Ungacha o'zingizga orkestr bersangiz-chi. Biz endi o'qimadik, yozlar o'zim deyman. Yo'q, biz o'zimiz ham terishimiz mumkin. O'tmayapsiz, dars mayda. Xo'p, olib berasizmi? O'qitib beraman. O'qitib, ayli solib berib turasizmi, olib berasizmi? Endi bolangiz ham sizga o'xshagan bo'lsa, o'qiydi. Olib berasizmi shuni ayt. O'g'lim seni bitta alising bor уже, bo'ldi. Mendan mana ustozdan sovg'a. Mana shu videolar ko'rsataman degan bo'lsa, ko'rsating. Foto olib yoshingni mana shu ko'rsatuvlar qilardim. Lekin zo'r, haqiqatan sizni kuzataman. Professional ishlaysizlar, o'tsanglar, rostdan ham aytayapman, haqiqiy kачествовали ovoz ham boshqa ham hammasi joy-joyida. Maza qilib Instagramni o'rganadigan Instagramda. Videolarlar zo'r. Qanday yana bir proyektlar o'ylayapsizlar undan keyin? O'qishdami yo qanaqadir bir dasturingiz bormi? Yo'q, dastur, o'qish o'zligi, lekin hozir o'ta katta e'tiborimni faqat psixologiyaga qaratdim. Chunki o'zi sezilayotgan bo'lsa kerak deb qo'yim. Bo'lmasa Asal bosilib qolibsiz, sekan deb o'ylayapman. Nima unaqa savol beryapsiz? Yo'q, demoqchiman, o'qituvchi zoti bo'lib ham plastilin bo'ladi-da, Ahmadbek. Misol uchun sizga, misol uchun o'zingiz aytdingiz, chapanicha gaplashaman dedi. Siz bilan chapanicha gaplashish kerak. Plastilin bo'lib sizga moslandi. Ba'zigilar bor, sirkasi suv ko'tarmaydiganlar bor. Misol uchun ularga ham moslanib gaplashaman-da. Dunyodagi eng manfaatli hamda hammaga foyda beradigan kasb bu o'qituvchilik. Muloqot shaklida ham shuni o'rgandim. Agar o'qituvchi qayerda nimani gapirishi, qayerda qay darajada ko'rishini bilsa, shu narsa butun umr qon-qoniga singib ketar ekanda. Men o'zi beaybdor hech kimni so'kmayman. Dars qilmasa so'kaman, o'xshatyapti hozir o'zi. Prosta aldamayapman. O'xshatyapti. U so'rab olasizlar.
pastda kommentariyadami yozing. Yo'q, komment demak so'kib o'ynamasin hamma. Xo'p. Nima so'rayman deb turdim, deb qo'yaman birorda, lekin esimda. Meni ham miyam joyim o'ynab chiqib eshik taqilab chiqib kommentariyadan. Xo'p, siz qanaqa adashtiryapsiz-mi? Ta'lim yo'nalishida o'qituvchilarga nimadir o'rgatayotgan yo'nalishingizda qanaqadir bir xatoga yo'l qo'yganmisiz? Kattaroq bir hozir aytsangiz, bizni ko'rib turgan o'qituvchilar ash xatoni qilmaydi. Qanday bir xatoliklar bo'ladi bolalarga bir ta'lim o'rgatayotgan paytda? Eng katta xatolik ko'ngilchalik. Shunaqa deya olmayman. Yo'q, nima desa xo'p deb qo'yish emas. Bolaga qayerda nimani cheklash, nimani nazorat qilishni bilish. Bu ikkinchi darajali. Lekin birinchi darajali eng pand yegan xatoyim, tan olaman, o'zimning guruhim biladi. Bitta insonni o'quvchi bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi yomon ko'rdimmi? Hali shunaqa odamlar bo'ladi, yomon ko'rsa umrbod yomon ko'rib o'tib ketadi-yu. Ashunaqa fe'lim yo'q-da. Yo'qmi unaqa fe'l? Ashunaqa fe'lim yo'q, lekin hayotda shunaqa fe'lingiz bor bo'lsa yutasiz ekan deb o'ylayman. Hozir ham bilishadi ko'pchilik, kechirimli bo'lish kerak-ku, teacher. Ustoz uzr, xafa qilib qo'ydi deyshadi, keyin ha bo'pti bola. Keyin sizga havas qilamizda biz 7825 guruh o'quvchilari, talabalari, hali sizga ham endi hali gruppangiz bor, o'z o'quvchilaringiz bor. Har oy aylantirgan olib chiqadi-da. Mana bolani ham olib ketinglar endi. Men xafa bo'lyapsiz, sizga aytmayapti-ku, men aytib qo'y. Shu nimaga o'zingiz asha bu joylarga olib chiqtirasiz, o'zingiz bola bo'lib qo'shilib chiqasiz? Nima sabab bo'ladi shu narsalarga? Men misol o'ylayman, haligi o'zi ham qanaqadir o'quvchilarning oldida boshqacha-da. Biz domlamiz lekin bitta joyga ham olib chiqmadi. Yurpay dumaloq video tashab qo'ymas gaplarini hech qayerga olib chiqmadi. Olib chiqing desa, u cho'ntak tepasiga dalaga qum shag'al joyga olib chiqaman deyapti. Men bilmayman endi. Aytyapman, psixologiya o'rganaman deb turib ko'p yillardan beri. Bola qancha? Ha, narsa bo'laveradi. Yerga qarab turibsizmi gapirayotganimda? Endi qatta gapirsam. Demoqchiman, bu hozir o'z o'rniga bola qancha уже xullas bilim olish jarayoni miyaga beradi-da. Ozuq oladi. Misol uchun fizически charchash bo'lsa, u uflab o'tkazib yuboradi bu narsani. Bilim oladi, so'z yodlaydi, matematikasini qiladi-da, ularga ham dam olish kerak-da. Hayot to'g'ri, mana shu gapim, lekin to'g'ri aytaman. Hayot faqat o'qishdan iborat emas. Bu hayotda shustrik bo'lishni ham bilish kerak, pulga pulni chaqib pul topishni ham bilish kerak, vaqtini miyaga dam berishni ham bilish kerak. Shularni o'rganib olgan odam yutadi. Demoqchiman, qancha ko'p o'qisa, odam o'sha bezishni boshlaydi. Misol uchun bitta insonni qancha zo'r, mukammal bilgansangiz, u insonga bo'lgan sizni qiziqishingiz so'nadi-da. Bitta fanni ham faqat o'rganish bilan bo'lmaydi-da. U yer yuziga sayohat qilinglar deb qo'ygan joyi ham bor. Shuning uchun dam oladi, hordiq chiqaradi. Keyin kelib turib yana yangi kayfiyatda, yangi energiyada o'qib, izlanib ketadi ekan. Ikkiga bitta oila qilib qo'yishdi ham, gruppani bitta oila qilishdi. Ba'ziga o'sha guruh rahbarlariga aytmoqchiman deb qo'ying. Aytib qo'ying, aytingizki ham. Sardor aka sizga aytyapti. Gruppani bitta oila qilib qo'yishdi yagona usuli shu social networkinglarga ko'proq olib chiqish. Siz u o'zingiz guruhingizmi olasiz yo hamma joydan yig'ilgan bolalarni olib chiqyapsiz? Endi dekabrda nima qilsa guruhim yo'q edi. Qor yog'ib yotgan paytda men termokomanda qilib olib chiqib ketganman qorli joyga. O'zimning guruhim bor edi, o'zimning guruhimdagilar ham ikkita guruhim bor hozir. Pirsin bilan, ikki ham menda. Ikkalasi ham. Noluraman men, menga farqi yo'q, uni qaramanglar. Ikkalasi gapimni gapirib boring, maylimi? Savol bergani keldi, sizga gaplashib o'tiribmiz-da. Oshson, ko'ring-ya. Shunaqa, ikkalasidan ham termokomanda bo'lib chiqaman. Ikkagin yarim videolarimni qo'ymayman. Omadbek misol uchun yakshanba yoki payshanba kunlari voleybol, futbol qilib beraman. O'g'il bolalarga alohida, chunki o'g'il bolalar baribir ba'ziga o'g'il bolalarda o'zini hech kim meni bor, qizlar bilan chiqish olmaydi. Ularni ham majburlagan, endi bo'ynidan baylagan it ovga yaramaydi degandek shunaqa gaplar. Haqiqatan futbol, voleybollarni ham tashkil qilayotdinglar. Yaqinda ham o'ynab yutdi. Aytib o'tib ketdi. Nodir Shohga ro'molcha berdim, yig'lagani uchun. Istoriya skopga ham tashlab bersizmi? Uni nima dedi? Yig'latdi meni bolalarim. Katta to'da bolalarini maqtab. O'qituvchilarga bolalar o'ynadimi yo bitta Nodir Shoh? Pirsin, Nodir Shohning gruppasi bilan Pirsin ikki o'ynadi. O'zi ham o'ynadimi? Nodir Shohning o'zi ham o'ynadi. Varatada turdi.
O'tkazmadingizmi zamda? 9-1 bo'ldi. Aytib qo'y. 9-9 gol o'tkazdi. Voydu. Aytib qo'y. Bittasini o'zimizga urib qo'ydik uni ham. Voy, 9 gol o'tkazardingiz. Даже 10 ta bo'lardi. 9-0 bo'lardi. Yoki 10-0 bo'lardi. Xo'p, bizni kuzatib turganlar, bizni shu paytgacha kuzatib kelganlar, hammanglarga rahmat. Endi sizga savolim bor. Bu ana bu endi gaplashamiz. Endi gaplashamiz. Xo'p, nimaga aynan mobilografli, videografli? Nimaga aynan qiziqish shunga boshlangan mana? Xo'p, qarab turinglar. Ha, qaradik. Videograf emasman, mobilograf emasman. Men video olishni bilaman, qanday olsa qanday bo'lishini bilaman, lekin kimdirda imminni bitta proyektini olib turib, misol uchun bitta domni, uyimni shuni obzorini qilib bir oy desa, men uyda u odam xohlaganda qolib beramayman. Men professional videograf emasman, mobilograf emasman, lekin ancha-muncha videografdan ham, mobilografdan ham, montajchidan ham o'tkazib xohlasam bir kunda xohlagan o'zim yoqqan videoni chotki montajdan qilib bera olaman. O'zimga yoqadigan ish bo'lsa chotki video ham olib bera olaman. Bir kelganda, lekin bir kelganda umuman qila olmayman onasini. Ko'p tortishib qolamizda, video, deyishadi. Yo'q, men videograf emasman. Men umuman videoga olishni ham bilmayman. Mana u kadrda men qo'lim mana bo'ladi, 5 sm men qilsam unaqalar bilmayman. Men chapani chotki qilib olaman. 20 minutda bo'ldik. 20 minutda bo'ldik. Shuni ham aytib o'tib Instagramda. Bitta endi. Lekin o'tgan, misol uchun aytaylik, hozir menda ham o'qituvchilik babi bor taqalyapti-ku oila a'zolarimga. Demoqchiman, siz oila a'zolaringiz ichida kim gapimni tugatib olay, jonika o'qituvchiman. Hurmatini qiling. Ajablanmayapman. Teacherim oldida, teacherdan intizor jam qiyin ekan, ha. Xo'p, dadangizda misol uchun hamma bilan chiqish yaxshi bo'lganmi? Ha, shunaqa, lekin anaqa nima bizda u paytda blogerlik bo'lmagan. Yo'q, blogerlik emas. Misol uchun hali qarindosh urug'larimda yig'ib turib katta yoshga deydi-yu. Xuddi shunaqa shustri odamlar bo'lganda aslida. Imminni ko'rganman. Dadamni ham, ayamni ham anaqasini maktabda o'qigan nimasi bo'ladi, shahodatnomasi. Ikkalasida ham musiqa fanidan 5 bo'lgan. Ikkalasida ham 5 polni 5 bo'lgan. Keyin o'zlaridan so'rayman, uydagilarimni Avazoxon bilan sinfdosh bo'lgan. Uydagilarim birga rollar, boshqalar, qayergadir nimalar bo'lsa bo'lgan. San'at bilan madaniyat ishlari bo'lgan. Lekin hozir u sohada emas, hech qaysi biri menga qanaqadir o'tgan. Keyin bilardim, haligi yosh katta opoqalarimiz ham bizni so'ksa ham kuldirib so'kadi-da. Bitta bir narsani so'rasak, unamadimi, qaytib so'rayolmaydigan qilib gapirardi. Shuna gaplari, kesadigan gaplari bilimdan o'tgan. Silab turib urardi. Lekin o'zim ham bog'cha paytdan beri mana shu narsaga qiziqib, qayerga o'tsam, qaysi maktabga o'tsam ham, qay joyga borsam ham shu narsani qilishni boshlayman. Balki bu kelmaganimda hozir men bilan yurgan, men bilan videoga tushayotgan bolalar to'g'ri o'qib yurgan bo'lardi. Balki qiziqmaydiganda ham mana qiziqtirib hozir videolar olib chiqyapmiz. Dars paytida kirmasdan. Yo'q, kirmasdan emas. Kirmasdan deyapti. Ha, kirmasdan, yo'q, unaqa narsalar bo'lmaydi bizda. Direktor to'kvanmasin, ikkimiz ham aytamiz ekanmiz. Yo'q, haqiqatan, lekin bog'cha paytdan shu bog'cha paytda Avazoxonda birga bir aytgan narsalarni olib chiqardim. Tasavvur qiling, yosh bola hozir bizga kelib bitta anekdot aytib bersa, yo'q, hozir anekdotim yo'q lekin. Bitta harfdan gapirib bera olaman. Sabr qilib o'tirishsa. Bahriddin Bahodir bilan Botir Baxtiyor 5 ta 5 bolali bolalar bilan Buvaydagi borishdi. Bahodir bobosiniki, borisi Bahodir bobosi Buvaydada Bobur boylardan bo'lib bog' bor ekanda, bog'ida bedasi, bedanasi 5 ta buqasi ham bor ekan, bo'rdoqga boqilayotgan. Bular borishganda bo'rdoqga boqilayotgan, buqalardan bittasi bo'shalib, boshga ketgan bola bo'layotganidan keyin boyagi 5 ta 5 bolali bolalar bor-ku, bo'ladigan bolalar buqani bosgan, bosib baylashgan, boldiridan, belidan, bo'ynidan, burnidan, buqa bo'lmali qilsa burnidan ham biladi, bilasin, bir Bobur bog'dan bedani ham berishib, baliqqa baliqchiga borishganda, bo'lmasa Buvaydada ham bor baliq. Birinchi borishlari bo'lganda, Bahrom bilan Bahodir botqoqqa botgan. Bo'lmasa boksyor bolalar bo'lgan. Boksdan birinchiligi Brazilga ham borishganda, bularda ham Bahodir bobosi borgan. Bahodir bobosi bunisi ham bizga ham dirab bilasizlar. Boyagi 5 ta 5 bolali bolalar bor, Brazilga bo'lmagan 5 ta 5 bolali bolalar, Bo'stonli bolalar bilan birga bularga borishib, bular sashlan bo'lib ketadi. Baxtiyor bilan Bahodirga qarab tursa. Baxtiyor bilan Bahodirga Jo'yada endi tanizm bilmayman. Xullas, buni oxiri bor, lekin men hozir oxirigacha aytmadim, premyera. Agar mana shu videoyim nechta desam bo'ladi, bir 100 tadan oshiq like kelsa, imminni mashina aytib chiqib beraman. Bu ustozimiz Muhammadaziz Hasanovni shu B hikoyasi, B harfiga bo'lgan hikoyasi ustozniki. Xo'p, bizni shu paytgacha kuzatib kelganlarga kattakon rahmat. Bizni gaplashib o'tiribmizda loyihamiz, xudo xolasa bundan keyin ham zo'r davom etyapti. Bugungi podkast uchun Sarnoz opa sizga katta rahmat. Bugun yana bir yo'llayni ochib berdingiz. Sababi faqat bloger edi, xonanda keldi, xonandalarning yo'lagini ochdi. Endi siz
ayollar ham endi bizni podkastimizda albatta qatnashadi. Juda ham ko'p mehmonlarimiz bor. Bizni kuzatishda davom etish uchun kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib, kommentariyada bitta maqtab yozib olsanglar, juda ham zo'r bo'ladi. Bizni kuzatib turganlarga iliq fikrlaringiz bo'lsa, shu like bosinglar, men chiqdim. Keyin texnikum o'quvchilari ham bor, semestrini 2 chiqaraman. Like bosmasang ham men. Mana bo'ldi. Men spiskasini qilib tashlab spiskasini qilib, men bosmadi. Kim bosmadi qilib tashlab beraman. Albatta bu hazil, rahmat Omadbek, maroqli suhbat bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Stressda yuramiz. Hali qandaydir podkast zo'r ochildi. Stress yuramizda, doim bizning kasbimiz endi eshikni ochib turib, qaysidir lavozimda kirsangiz, shu lavozimga inson sifatida moslashasiz. Ustozmanmi, auditoriyada ustozman. Ko'p o'quvchilarimga aytaman, men texnikum hududida, auditoriyada, o'quv markazida o'qituvchiman. Kulamanmi, o'ng'ichamanmi, uramanmi, tepamanmi, so'kamanmi, sizlarga o'rgatib berib chiqishim kerak deyman. O'rgatib bitta narsani chiqib ketishim kerak. Lekin tashqarida, voy, sanimizda boshqacha odam ekan, salom bersam, assalomu alaykum, va alaykum assalom, yaxshimisiz deb o'tib ketdi. G'alati bo'lib qopti-ya deyshadi. To'g'ri shuninglar. Kasbim shuni taqozo qiladi bolalar. U auditoriyada o'qituvchiman, tashqarida men ham oddiy insonman. Biz ham indamayapmiz, salom bersa Ali olmay ketdi ekan. Sizlar ham indamay qo'yilashasiz. Aliga olaman sizga. Hazilshyapman, ustoz, zo'r. Ikkinchi etajni koridoriga hamani haydayotganimni ham bilsangiz bilarsiz. Meni haydamayapsizmi? Sizni haydamadim hali. Siz hozir ketayotgandi chunki. Bo'ldi. Bular tushunmaydi, nima bo'lyapti, ko'rib o'tirishibdi. Rahmat sizga ham. Rahmat sizga ham. Men urib ketib qolarim, rahmat sizga ham deb hammanglarga rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kanalga obuna bo'lib, har doim aytgan gaplar izohlarda yana safar kim kelishini yozib ketsangiz, bloger, xonanda, san'atkor, qiziqchi, qo'shiqchi xohlagan odamlarni xudo xohlasa olib kelishga harakat qilamiz. Bundan zo'r podkastlar hali oldinda. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.